Diqqat aholiga tezkor xabar. Dollar bolalar bu videoni oxirigacha ko'rish zarur. Dollarlar nega tushib ketdi? Bu video shu haqida bo'ladi. Videoga bitta like bosib kanalni oxirigacha ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Ko'pchilik dollar nega tushdi deb so'rashayotganda, dollarlar Amerikaning bankida hal bo'ladigan narsa, bilasizlar. Shuning uchun tushib ketdi. Dollar endi qachon ko'tariladi? Dollarlar endi internetda aytishyaptiki, ya'ni dollarlar endi 2026-yilga ancha ko'tarilib qoladi deyishyapti akaxonlar, ya'ni bloger akalar. Rostdan ham ko'tarilsa kerak deb o'ylayman, chunki dollar hech qachon tushib ketgani yo'q. Tushsa ham sal-pal undan baland bo'lib ko'tarilib olyapti. Shuni esdan chiqarmayapsiz aziz yurtdoshlar. Videomizga обязательно bitta like, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yamiz bu videoni. Chunki dollar bolalar bu videoni ko'rishi zarur. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.